Ko'krak bezi saratoni ayollar orasida eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalarga ko'ra, bu kasallikning kelib chiqish sabablarining eng katta qismi irsiy moyillik bilan bog'liq. Masalan, BRCA1, BRCA2 genlaridagi mutatsiyalar tuxumdon va bachadon saratonining 60% dan 80% gacha rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, PALB2, TP53 va CHEK2 genlaridagi mutatsiyalar ham xavf darajasini oshiradi. Bugun zamonaviy genetik tahlillar orqali bu mutatsiyalarni oldindan aniqlash va shaxsiy profilaktika choralarini baholash mumkin. Erta tashxis samarali davo va hayotni saqlab qolishning eng ishonchli yo'lidir. Genetik testlar ayollarda o'z organizmining xususiyatlarini bilish va ehtimoliy xavflarni oldindan bartaraf etish imkonini beradi. Genotexnologiya ilmiy laboratoriyasi, ya'ni biz shu va shunga o'xshash genlarni mutatsiyalarini aniqlash orqali nafaqat xavfni, balkim profilaktik chora-tadbirlarni ham ko'rishga yordam beramiz. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Shu va shunga o'xshash foydali videolar uchun bizni kuzatishda davom eting.